Assalomu alaykum. Germaniya tekin o'qish tuzoqmi yoki imkoniyat? Blokshot bank spravka bilan hal qilsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Xullas umuman olganda magistratura bo'ladimi yoki bakalavrga siz Germaniyaga ketmoqchi bo'lsangiz, bu videoni ko'rishingiz kerak. Shart desak ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Ismim Shojalil, familiyam Qosimov. 11 yillardir ta'lim sohasida xizmat qilamiz. Turfa bizneslarimiz bor. 3 xil sohada shug'ullanamiz. Eng yaxshi ko'rganimiz eng ko'p duo olayotganimiz ham shu soha bo'lgani uchun konsalting yaxshi ko'rib, o'zimizga ravo ko'rgandek sizlarga ham ko'rsatish uchun bu videoni olamiz. Va tajribaga to'xtaladigan bo'lsak, 2015-yilda bu sohaga kirib kelganmiz. Birinchi Yevropada o'qiganmiz, keyin Angliyada, keyin Yaponiyada. Shunaqa gaplar. Demak, mavzuga kirayotganimiz Germaniya o'qishi o'zi tekin. Ya'niki kimdir sizga Germaniyani tekin qilib bermoqchi bo'lsa, bekorlarni beshtasini o'sha gap. Nimaga? Chunki Germaniya 100 yildan beri tekin. 100 yildan beri tekin. Faqatgina kimdir aytib qolishi mumkin, toshingni ter deb menga ham, ya'niki minimalniy summalar bor. Ya'niki $300, $200 anaqa semestrga to'lanadigan summalar bor. Ya'niki $300, $200 tekin degandek gapda. Ya'niki kommentariy yozsangiz, menga prosmotr ko'payadi, yozib qo'yavering, mabodo bundan ko'p bo'ladi desangiz ham farqi yo'q. Endi Germaniya tuzoqmi yoki imkoniyat? Undan oldin Germaniyaga qanaqa boriladi? Shu narsa haqida kelaylik. Germaniyaga o'qishga topshirish uchun quruq IELTS bilan topshirsangiz bo'ladi. IELTS 6,5 bilan bakalavrga ham, magistraturaga ham ketsangiz bo'ladi. Iloji bo'lsa 6,5 qilsangiz davlat universitetlariga bakalavrga ham olinadi. Endi o'qish tekinu, faqat bitta narsa bor. Germaniya ta'limni tekinga berganiga ano emas. Men xo'p senga o'qish tekinga beraman, lekin sen o'qib shuni natijasiga erishishingni menga isbotla deydi. Xo'p, qanaqa isbotlayman deydigan bo'lsangiz, siz ishlab ketmasdan, ishlashga ruxsat bor, lekin ishlab ketmasdan, chalg'imasdan butun diqqat e'tiboringizni, fokusingizni o'qishga qaratgan holatda o'qishingizni isbotlash uchun blok shot, ya'niki bloklangan hisob, bank hisob raqami degan sistemani yo'lga qo'ygan. Bu nima? Bu siz agar Germaniyaga ketayotgan bo'lsangiz, 1 yillik sizni universitetingiz hududidan kelib chiqib, o'rtacha narx 11 mingdan 13 minggacha bo'lishi mumkin. Bu yevroda aytib ketaman. 11 mingdan to 13 minggacha bo'lishi mumkin yevroda. Siz pul qo'yib qo'yishingiz kerak. Bu bank spravka emas, ya'niki palonchiga puli bor odamga berib, qanchadir pul evaziga bir kunda chiqarib oladigan spravka emas bu. Masalan, Azbek Sattorov bo'ladigan bo'lsa yoki Abdulloh Karimov bo'ladigan, shunga o'xshagan bola bo'ladigan bo'lsa, uni Germaniyaga hisob raqami ochiladi. Uni biz qilamiz. U tuyda hammasiga nazoratiga kafil bo'lamiz. Uni ochib turib, o'sha inson, o'sha talabani hisob raqamiga u yoqqa o'tkaziladi u pul. Germaniyaga o'tkaziladi va bu pul muzlatiladi toki vizaga topshirib o'qishga borguncha. Va o'qishga borganidan keyin har oy uni yashashi uchun bu pul o'sha talabaga tegishli pul 1 sentiga ham xiyonat qilishmaydi, 1 senti ham olib qo'yilmagan, tarixda bo'lmagan, xavotirlanmang. U sizga har oy belgilangan miqdorda, ya'ni 1000 yevro atrofida tushirib beriladi hisob raqamingiz. Bu sizning pulingiz, faqat buni may oyida o'sha hisob raqamga qo'yib, iyun oyida vizaga topshirishingiz kerak. Germaniyada o'qishga ketish uchun. Buni Germaniyaga kiraman siz aylanib o'tish yo'li deyarli umumiylashtirib aytgan ilojsiz, agar dat scholarshiplarni olmaydigan bo'lsangiz. Endi Germaniya masalasiga, Mamutga qaytadigan bo'lsak, tuzoqmi imkoniyat? Bitta menda savol bor. Siz nemis tilini bilasizmi? Agar ha bo'lsa, bo'ldi, xush kelibsiz. Lekin nemis tilini bilmaydigan bo'lsangiz, xafa bo'lmang, o'zingiz nima o'qiyotganingizni bilmayapsiz. Chunki men bu Yevropa davlatlarida sayohat qilganmiz, bo'lganmiz, tushunishingiz uchun aytaman. Men sayyoh bo'lib yurganimda vokzalda ingliz tilini bilishini bilib tursam ham menga ingliz tilida gapirmagan. Ya'niki bu italyanlarga ham tegishli, nemislarga ham tegishli, fransuzlarga ham tegishli, boshqalarga ham tegishli. Ya'niki ingliz tilini bilsa-da ingliz tilida gapirmaydi, o'zini tilida javob beradi. Ya'niki siz nemis tilini bilmadingiz, uxladingiz degani. Shuning uchun nemis tilini aniq bilishingiz kerak. Bo'lmadigan A2 yoki B1 daraja, ya'niki printer, inter darajasida bilishingiz kerak. Xoh bakalavr bo'lsin, xoh magistratura bo'lsin. Endi bu yerda qo'shimcha qiladigan narsam, blokshotda aylanib o'tsa bo'ladimi? Bo'ladi. Diqqatingizni yana tortaman. Blokshotda aylanib o'tish uchun davlatda ham ozgina aylanib o'tishimiz kerak. Qanaqa qilamiz? Welcome to the Austria. Avstriyaga borsak bo'ladi. Avstriya bu Germaniya yoni qiziq informatsiya, fun fact deymiz-ku. Gitler o'zi avstriyalik bo'lgan. Avstraliya emas bolalar, bu Yevropadagi, Germaniyaning yonidagi Avstriya shahri. Bu davlat shahri emas, davlat. Bu davlatni
universitetlari ham Germaniyaniki kabi tekin. Bo'lib ham Venada va Salzburg shaharlarida juda ham ko'p ingliz tili fakultetlariga qabul qiladigan bakalavr magistratura universitetlari bor. Juda ko'p magistratura bor, bakalavrga ozgina kamroq, lekin Avstriya blokshot so'ramaydi. Faqatgina masala nozik nyuansi bor. Endi buni bu yerda aytsak, bu informatsiya ertaga o'zgarib qolishi mumkin. Shuning uchun individual o'tirganda gaplashib aytsak bo'ladi. Ya'ni vizada ozgina murakkablik bor. Uni hal qilsa bo'ladi. Qilamiz, faqat case o'zgarib turibdi. Shuning uchun buni videoga qilsam, buni siz qanchadir muddatdan keyin ko'rayotgan bo'lsangiz, foydasiz bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni blokshot aylanib o'tmoqchi bo'lsangiz, lekin Germaniyaga shunaqangi borgingiz kelayotgan bo'lsa va nemis tilini o'rganib olgan bo'lsangiz, Avstriya orqali borib turib, o'qishni bitirib keyin Germaniyada karyera hayotingizni qursangiz bo'ladi. Bo'lishi mumkin kimnidir akasi, kimnidirdir misol uchun eri va hokazo kimdir Germaniyada bo'lishi mumkin va uni aniq maqsadi bu Berlin bo'lishi mumkin yoki Frankfurtga bormoqchi bo'layotgan bo'lishi mumkin va blokshotda juda qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, xuddi shunaqa aylanib o'tsa bo'ladi. Ya'ni bu yerda ham o'qish ekan, shuni aylanib o'tsa bo'ladi. Videoning asosiy maqsadi ham shundan iborat edi. Endi men bitta tuzoqmi yoki imkoniyatmi deganimda, imkoniyat agar siz stabil hayotni yaxshi ko'rsangiz, nemis tilini bilsangiz, xotirjamlikni, ya'ni dushanbadan jumagacha soat 9 dan 5 gacha borib, hamma dam olish kunlarini chiroyli oila davrasida o'tkazib, xotirjam hayotni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, Germaniya siz uchun. Boring. Xush kelibsiz Germaniyaga. Lekin biznesli, startapli, ya'ni bir kun targetologsiz, bir kun SMMщикsiz, bir kun logistsiz, bir kun trader bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni kunma-kun har xil kasblar qiladigan, ichingizga sig'maydigan bola bo'ladigan bo'lsangiz va biznesmen bo'lmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, bu shaxsiy fikr. Ya'ni Germaniya best location bo'lmasligi mumkin. Va nemis tilini bilmasangiz, ya'ni ko'p aytayapman, nemis tilini bilmasangiz, best, ya'ni eng zo'r lokatsiya bo'lmasligi mumkin. Va bugun yaqindagina misol uchun suhbatda qildik. Ya'niki bitta bola, ya'niki variantlari ro'yxatida, universitetlar, davlatlar ro'yxatida unda misol uchun Amerika bor va Germaniya bor. Nimaga Germaniya? Blokshot bor desam bo'ldi, blokshotga pulim bor deyapti-da va u magistr. Hozir magistrlarga to'xtalyapman. Germaniya tekinligi uchun magistraturaga borishingizni qo'llab-quvvatlayman. Yana aytaman, nemis tilini bilsangiz va sohangiz chuqur sohalardan bo'lsa, ya'ni muhandislik, civil engineering bo'ladi, mechanical, biochemical, har xil turdagi muhandislik, injineriya, energetika sohalari bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ularni yillab o'qish kerak. Rostdan ham o'qiydigan material ko'p, 2-3 oyda o'zlashtirib bo'lmaydi va nazariy bilim juda ham ko'p. Bunaqa sohalarni o'qish uchun siz xotirjamlikka ega bo'lishingiz kerak, miyangiz tinch bo'lishi kerak. Shuning uchun blokshotga sharoitingiz bo'lsa, shuna blokshotni qo'yib, o'sha pulni o'qishga ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni o'qish tekin 2 yillik magistraturada shunaqa qilib erishib olsangiz bo'ladi. Lekin boyaga aytganimdek, magistraturada ham Germaniyani tanlovingizda shunchaki tekinligi sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, blokshotda bir narsa qilib topsam, zato o'zim ishlatib yurar ekanman, o'qish tekin o'qib olaman deyotgan bo'lsangiz, bu strategiyadan sizni yana bir marta o'ylab ko'rishga chaqirmoqchiman, chunki bu summa 13 ming, ya'ni biletlaringiz bilan 15 ming bo'ladigan bo'lsa, 15 mingga men ideal magistratura degan video darslik qilganman. Uni bundoq qilmamizki chiqarib qo'yamiz. Chiqara olamizmi shunaqasi? Ana shunaqasi xudo xolisa chiqarib qo'yishadi. O'shani ko'rsangiz, qaytanga bu 13 ming, 15 ming xarajatingizdan ko'ra o'sha ideal magistraturani foydalansangiz bo'ladi. Bu marketing, biznes, finans, accounting, ya'ni business related subjektlar bo'ladigan bo'lsa va siz nemis tilini bilmaydigan bo'lsangiz, u ko'proq yoqimliroq bo'ladi. Uni o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Va yakun qilar ekanman, Germaniya tekin, uni qilish biroz murakkabroq, ya'ni nemis tilini biladigan mutaxassislar bilan ishlashingiz kerak yoki shunaqa mutaxassislar bilan ishlaydigan konsalting firmalar bilan ishlashingiz kerak. Va qo'shimcha qilib ketishim kerak, Germaniyada shunaqa narsa bor. Bir xil tushunmayapti, 12 yillik ta'lim bo'lmagani uchun universitetlar qabul qilmas ekan deb o'ylashyapti. Bakalavr bolalar uchun 11-sinfni tugatib, siz Germaniyada to'g'ridan-to'g'ri tekinga davlat universitetida 3-3,5 yillik bakalavrlarga IELTS 6,5 bilan kira olasiz. Sizga qo'shimcha hech narsa kerak emas. Kimdir misol uchun unga kira olmaysan, undan ko'ra pulli Germaniya o'qishiga bor deyotgan bo'lsa, bo'ldi, hop dengda, sekin chiqib turing. Men doim hazil qilib aytaman, qaysidir konsaltingga borganingizda kofe choyini ichib qo'ymang. Nima uchun desa, xullas pulli o'qishlarga qilsangiz bo'ladi, qachonki siz nemis tilini umuman o'rganmoqchi bo'lmasangiz va Germaniya o'zi sizga yoqayotgan bo'lsa, pulli o'qishlarda ham 50% gacha scholarship beriladi va o'rtacha kontraktda aytib ketaydigan 6 ming bo'ladi.
Uni 6,5 ming to'lab borsa bo'ladi. Chunki bakalavr tekinlarida juda ko'p joy bo'lmaydi. Juda ko'p joy bo'lmaydi yoki siz xohlagan fakultet bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun men doim iltimos qilaman, ozgina vaqtliroq aloqaga chiqinglar. Ozgina vaqtliroq aloqaga chiqsanglar, men ham konsentratsiyam, fokusim sog'lom joyda bo'ladi. Ya'niki yozga yaqin kelganda уже xavs boshlanadi. Xohlaymizmi, xohlamizmi, xavs boshlanadi. Shuning uchun oldinroqdan qilsangiz, oldinroqdan hamma narsani qilib qo'yib qilamiz. Ya'niki men eng yaxshi ko'rgan narsam va eng kam bo'ladigan ish bu bitta bola vohli keladi. Dokumentlarni hamma narsasini chotki qilib qilamiz. Iyulga vizasini olib qo'yib, xotirjam qayerga borishimiz, nima qilishimizni chotki reja qilgan holatda chiroyli lichenalarni olib e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa borda. Chet elga ketish tayyorgarligida lichenalar ham olib olish kerak. Ya'niki vitaminlar bilan sog'lomlashtiruvchi, ular haqida ham konsultatsiyalar qilamiz, va hokazo qilamiz. Shunaqa qilib bu umumiy Germaniya mavzusi edi. Agar sizga Germaniyaga o'qishga ketish qiziq bo'ladigan bo'lsa, konsultant qidirayotgan bo'lsangiz, xizmatingizdamiz. O'zimizga ravo ko'rgandek qilib taklif beramiz va tabiiy holatda alternativalarni ham taklif qilamiz. Agar sizga Germaniya kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqing, xizmatingizdamiz.